Mashhur olimlardan Qozi Muhammad ibn Abu Bakri mundaq deydi. Men bir kuni Mekkada bir yerda o'tirib Qurusuqum nihoyat och, yegudek bir narsa topolmadim. Havo nihoyat issiq edi. Yo'lda ketib o'tib, ichiga bir narsa qochilangan yipak xaltini uchirtib qoldim. Uni elib uyga qaytib keldim. Xaltining ichida nihoyat qimmat baholiq marvoyit marjon bor ekan. Men xaltining egisini izlab yo'lga chiqdim. Tuyuqsiz bir bovoyning raxtga o'ralgan 500 tilla pulni tutib turib, kim mening xaltamni tepib olgan bo'lsa qaytirib bersin, men uningga 500 tilla beraman devatqanligini ko'rdim. Men muhtojman. Qursuqimni to'yg'izolmayapman. Buni qaytirib berib 500 oltin tillani elib foydalansam bo'lmasmi, dedim ichimda. Bovoyni uyimga boshlab berib, uningdan yo'qitib qo'ygan xaltining ichida nimaning borligini, qandoq rangda ekanligini so'rab, marvoyit marjonning uning ekanligini jazmlashtirgandan keyin uningga berdim. Bovoy xushalliqdan menga 500 tillani tutqizdi. Men uni qo'limga elib, yana Allohdan savob umid qilib qaytirib berdim. Va bu qilganlarimga haq olmaydiganligimni bildirib, shunchula ching turib olsam qabul qilmadim. Bovoy oxiri duo qilib qaytib ketdi. Haj faoliyati tugab, hamma kishilar yurtlariga qaytishdi. Men bu kemaga o'ltirib, dengiz orqali yurtimga qaytmoqchi bo'ldim. Dengizda tuyuqsiz bo'ron chiqib, to'lqin ko'tarilib, kema pochaqlanib ketdi. Allohning rahmati bilan bir dona taxtiga eslab olib omon qoldim. Bir qancha kun laylab yurib, oxiri bir orolga yetib berib oldim. Bu orolda nurg'unlagan musulmonlar yashaydi ekan. Bir masjidga kirib Qur'on o'qib o'ltirdim. Ular mening qiroatimni tinglab, mendan Qur'on o'qitib qo'yishni talab qildi. Turmush ahvolimdan obdan xabar olganligini bildirdi. Men qo'shildim. Bir kuni ular mening chiroyli xat yoza oladiganligimni bilib, bolalarga o'qish yozishni o'rgatib qo'yishimni talab qildi. Shuning bilan men bolalarga xat yozishni o'rgatishga boshladim. Ular bara-bara meni yoqtirib qoldi. Ular oldidagi hurmatim, martabam yuqori ko'tarilishga boshladi. Bir kuni ular meni o'ylab qo'ymoqchi bo'lishib, "Aramizda bir yetim qiz bor, o'zi chiroyli, mol dunyosimi bor, seni uning bilan o'ylab qo'yayli" deyishdi. Men o'ylanishga qo'shilmadim, ammo ular bak ching turib oldi. Shundoq qilib to'yimiz bo'lib, u qizni menga qo'shib berilganda, u qizga qarg'udak bo'lsam, qizning bo'ynida men Makkada tepib olib qaytirib bergan hiliqi marvoyit marjonni ko'rdim va hayronlikdan qetib qoldim. Ular meni qizni yoqtirmadi deb o'ylab qilib, "Ey ustoz, bu yetim qizning qalbini sundirmaslar, uning yuziga qaramay bo'yindagi marjonga qaraydilar-ku" deyishdi. Men ularga marjonning hikoyasini boshdan oxir so'zlab berdim. Ular hayajondan Allohu akbar deb takbir o'qishib ketdi. Takbir ovozi bu kichikgina orolni larzaga solib "Nemish bo'ldi sizlarga?" dedim men hayron qilib. Ular "Bu marjonning egasi bo'lgan bovoy, bu qizning dadisi edi. Bu voqeani u bizga so'zlab berib, men bu dunyoda buncha qimmat marjonni menga qaytirib berib, 500 tilla oltinni oldida qo'ysam qabul qilmagan haqiqiy bir musulmon yigitni ko'rdim" degan edi. U yana davomli "Ey Alloh, qizimni uning bilan nikohlanishga muyassar qilgin" deb duo qilatdi. Boy o'lib ketdi, ammo sizlar jam bo'lib to'y qildinglar. Bu gaplarni anglab, Allohning qudratiga texmi hayron bo'lib tashakkur etdim. Qiz bilan to'y qilib, 2 bolam tug'ilgandan keyin ayolim vafot topdi. Men uningdan ayrilib, to'liq qayg'urdim. Uning qimmat baholiq marvoyit marjini bizlarga qoldi. Mana sizlar ko'rib turayotgan bu mol dunyolar shuning barakatidan kelgan, dedi Qozi Muhammad ibn Abu Bakri yanada o'ltirganlarga o'z kechmishini so'zlab berib. Ulug' Alloh mundaq deydi: "Sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugamasdir. Savr qilguvchilarga albatta ularning qilgan amaldan yaxshiroq savob beramiz."